Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim va ogohlantiruvchi mavzuni tushuntirib beraman. Qariyalar kasalxonada davolanmaydimi? Yangi qo'yda nimani anglatadi? Kimga xavf bor? Kim xotirjam bo'lishi mumkin va eng muhimi, kasalxona eshigidan qaytarib yuborishsa nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, buvi-bobo, yoshi katta qarindosh bor. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy odam bilishi shart bo'lgan amaliy yo'l yo'riqlarni aytaman. Men avval bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Qariya bo'lgani uchun odamni davolashdan bosh tortish mumkin emas. Yoshning o'zi davolamaslikka sabab bo'la olmaydi. Lekin amaliyotda odamlar nimaga duch kelmoqda? Kasalxonaga boradi, shifokor joy yo'q, yo'llanma kerak. Bu kasallik bilan boshqa muassasaga boring. Reja asosida yotish uchun navbat bor. Sizda shoshilinch holat emas deb qaytarishi mumkin. Odam esa buni qariyalarni endi davolashmayapti deb tushunadi. Aslida muammo ko'pincha davolashdan butunlay voz kechish emas, balki qaysi holatda shoshilinch yordam, qaysi holatda reja asosidagi yordam, qaysi holatda poliklinika orqali yo'llanma kerakligi bilan bog'liq. Oldin ko'pchilik kasalxonaga to'g'ridan-to'g'ri borib, tanish bilish orqali yoki navbatchi shifokor ko'rik bilan bo'limga yotishga harakat qilardi. Ayrim joylarda bu tizim tartibsiz ishlagan. Kimdir haqiqatan og'ir holatda bo'lsa ham joy kutgan, kimdir esa reja asosidagi tekshiruv uchun tezroq yotib olgan. Hozir ko'plab tibbiyot muassasalarida tartib qat'iylashmoqda, bemorning ahvoli baholanadi. Shoshilinch holat bo'lsa darhol yordam ko'rsatiladi. Shoshilinch bo'lmasa oilaviy shifokor, poliklinika, yo'llanma, navbat va elektron ro'yxat orqali ish yuritiladi. Mana shu o'zgarish odamlar orasida yangi qoida chiqibdi. Qariyalarni qabul qilmas ekan degan vahma paydo qilmoqda. Men ekspert sifatida sizga shuni tushuntiraman. Har qanday yangi tartibning eng muhim joyi shuki, odam o'z huquqini, shoshilinch holat belgilarini va kerakli hujjatlarni bilmasa, eshikdan eshikka yurib qoladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar buni ko'tara olmaydi. 7 yoshli bemor bir kunda 3 ta muassasaga qatnasa, qon bosimi ko'tariladi, yuragi siqiladi, qon miqdori o'zgaradi, asabiylashadi. Shuning uchun bu mavzuda vahima emas, aniq harakat kerak. Birinchi katta qoida shoshilinch va hayot uchun xavfli holatda bemorga yordam ko'rsatilishi shart. Masalan, 12 yoshli otaxonning ko'kragi qattiq og'risa, og'riq chap qo'lga, jag'ga, orqaga tarqasa, sovuq ter bosib, nafasi qisib qolsa, bu infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda yo'llanma olib keling deb kuttirish to'g'ri emas. Tez yordam chaqiriladi, shoshilinch bo'lim baholaydi, EKG qilinadi. Qon tahlillari olinadi. Zarur bo'lsa, zudlik bilan davolash boshlanadi. Bu yerda bemorning 35 yoshda yoki 40 yoshda ekanligi asosiy masala emas, asosiy masala hayotiga xavf bor yo'qligidir. Ikkinchi misol. 65 yoshli onaxonning bir tomoni uvishib qolsa, og'zi qiyshayib, gapi tushunarsiz bo'lsa, qo'li yoki oyog'i bo'shashsa, bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Bu holatda har bir daqiqa muhim. Oila ertalab poliklinikaga olib boramiz deb kutsa, vaqt bo'y beriladi. Kasalxonada esa navbat kuting deyish emas, shoshilinch ko'rik va tekshiruv boshlanishi kerak. Chunki insultda insonning o'zi keyingi hayotni, yurish-yurmaslikni, gapirish-gapirmaslikni hal qilishi mumkin. Uchinchi misol, 7 yoshli odamda qandli diabet bor. U hushsizlanib qoldi, og'zi qurigan, ko'p suv ichgan, nafasdan g'alati kelmoqda yoki aksincha qon tushib ketib, titroq, terlash, hushdan ketish bo'ldi. Bu ham shoshilinch holat. Bunday paytda qariya uyda davolan deyish xavfli. Qand keskin oshishi ham, keskin tushishi ham hayot uchun tahdid bo'lishi mumkin. Lekin boshqa tomondan, masalan, 6-9 yoshli bemorda 5 yildan beri tizza og'rig'i bor. U protez operatsiyasi haqida maslahat olmoqchi. Bu holat og'ir bo'lishi mumkin, yurishga xalaqit berishi mumkin, lekin odatda reja asosidagi yordam hisoblanadi. Bunda oilaviy shifokor, travmatolog yoki ortoped ko'rigi, rentgen, tahlillar, yo'llanma va navbat bo'lishi mumkin. Kasalxona bugun yotqizmaymiz, hujjatlaringizni to'ldiring desa, bu har doim ham noqonuniy rad etish degani emas. Muammo shunda. Shoshilinch holat bilan reja asosidagi holatni odamlar farqlamaydi. Ayrim xodimlar esa buni tushuntirib bermaydi. Eng avvalo, doimiy kasalligi bor qariyalar ehtiyot bo'lishi kerak. Yurak yetishmovchiligi, qon bosimi, qandli diabet. Buyrak yetishmovchiligi, astma, o'pka kasalligi, insultdan keyingi holat, onkologik kasallik, og'ir kamqonlik, xotira pasayishi, yiqilib suyak sinishi xavfi bor odamlar hujjatlarni tayyor tutishi kerak. Chunki
Bunday bemorlar bir qarashda oddiy holatdek ko'rinsa ham tez og'irlashishi mumkin. Masalan, 7-8 yoshli buning oyog'i shishgan. Oylar buni yosh katta sharda deb o'ylaydi. Aslida bu yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi yoki tomir ichida tromb belgisi bo'lishi mumkin. Agar shish bilan birga nafas qisishi, yotganda bo'g'ilish, lab ko'karishi, siydik kamayishi bo'lsa, bu allaqachon jiddiy signal. Bunday odamni poliklinikaga ertaga boring deb uyga qaytarish xavfli bo'lishi mumkin. Yana bir misol, boygi yoshli otaxon yiqilib tushdi. U hech narsa bo'lmadi deydi, lekin soni og'riyapti, o'rnidan tura olmayapti. Keksalarda son suyagi sinishi ko'p uchraydi. Ba'zan tashqaridan katta ko'karish ham ko'rinmaydi. Agar oilasi qariya og'riq bo'ladi deb uyda yotqizib qo'ysa, bir necha kun ichida o'pka shamollashi, tromb yotoq yara, umumiy holat yomonlashishi mumkin. Shuning uchun yiqilgandan keyin yura olmaslik shoshin tekshiruvni talab qiladi. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar bemorning ahvoli barqaror bo'lsa, nafas olishi yaxshi bo'lsa, hushida bo'lsa, ko'krak og'rig'i, insult belgisi, kuchli qon ketish, yuqori isitma bilan hush buzilishi, kuchli suvsizlanish, og'ir jarohat bo'lmasa, u reja asosida ko'rikdan o'tishi mumkin. Lekin xotirjam bo'lish degani beparvo bo'lish emas. Reja asosidagi yordam ham vaqtida qilinishi kerak. Kombosini 1060-170 bo'lib yuradigan odam men ko'nikib qolganman desa, bir kuni insult yoki infarkt bilan tushishi mumkin. Shuning uchun reja asosidagi nazorat ham davolanishning muhim qismi. Men bu yerda muassasalar nomidan gapirmayman, lekin tizim mantig'ini tushuntiraman. Kasalxonada o'rinlar cheklangan. Masalan, bir tuman kasalxonasida ichki kasalliklar bo'limida ta o'rin bor. Lekin murojaat qiluvchilar soni bir kunda 7-8 nafarga yetishi mumkin. Agar hammani bir xil tartibda yotqizaversa, haqiqatan og'ir bemorga joy qolmaydi. Shuning uchun bemorlar saralanadi. Kim zudlik bilan yotish kerak, kim kunduzgi davolanish olishi mumkin, kim poliklinikada dori bilan nazorat qilinadi, kim ixtisoslashgan markazga yuboriladi. Ammo tartibborlik xodimga qo'pol muomala qilish huquqini bermaydi. Joy yo'q degan gapning o'zi yetarli tushuntirish emas. Bemor yoki qarindoshi unda biz nima qilamiz, qayerga boramiz, kimga murojaat qilamiz? Yozma xulosa berasizmi deb so'rashga haqli. Ayniqsa qariyalarda og'irlik belgilari bo'lsa, shifokor ko'rigi holat bahosi va tavsiya yozma bo'lishi kerak. Og'zaki uyga boring degan javobga hech kimga isbot bo'lmaydi. E'tibor bering. Ayrim vaziyatlarda kasalxona bemorni boshqa muassasaga yo'naltirishi mumkin. Masalan, bemorda yurak tomirlariga stent qo'yish kerak bo'lsa, oddiy tuman shifoxonasida bunday imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Yoki insult uchun kompyuter tomografiya kerak, lekin u joyda apparat yo'q. Bu holatda asosiy savol shunday: bemor xavfsiz tarzda yo'naltirildimi, tez yordam orqali yuborildimi, yo'lda ahvoli yomonlashmasligi uchun choralar ko'rildimi, yo'llanma va xulosa berildimi? Agar o'zingiz olib boring deb og'ir bemorni chiqarib yuborishsa, bu juda katta muammo bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p chalkashadigan istisnolarni aytaman. Birinchi nozik joy, yoshi katta. Operatsiyani ko'tara olmaydi degan jumla. Ba'zan bu tibbiy jihatdan asosli bo'lishi mumkin. Masalan, 56 yoshli bemorda yurak juda zaif, buyrak ishlashi past, o'pka yetishmovchiligi bor, narkoz xavfi juda yuqori. Bunday vaziyatda shifokor operatsiya xavfi foydasidan katta deb hisoblaydi. Lekin bu davolamaymiz degani emas. Davolashning boshqa yo'llari bo'lishi kerak. Og'riqni kamaytirish, infeksiyani nazorat qilish, parvarish, dori-darmon, reabilitatsiya, palliativ yordam, to'r mutaxassislar maslahati. Operatsiya qilmaymiz boshqa, hech narsa qilmaymiz boshqa. Ikkinchi nozik joy, rozilik masalasi. Bemor hushida bo'lsa, aqli joyida bo'lsa, u davolanishga rozilik beradi yoki rad etadi. Qarindoshlar otamni albatta yotqizing desa ham, bemorning o'zi rad etsa vaziyat murakkablashadi. Aksincha, bemor hushsiz yoki qaror qabul qila olmaydigan holatda bo'lsa, yaqinlari va shifokorlar hayotni saqlash uchun zarur choralarni ko'radi. Shuning uchun keksalar bilan oldindan gaplashib qo'yish kerak. Qaysi shifokorga boradi, qanday dorilar ichadi, allergiyasi bormi, qaysi muassasada davolangan, hujjatlari qayerda turadi. Uchinchi nozik joy, hujjatsiz murojaat. Pasport yoki ID karta bo'lmasa ham shoshilinch holatda yordam ko'rsatilishi kerak. Lekin reja asosidagi yotish, imtiyoz, bepul dori, yo'llanma, navbat, tahlil natijalari uchun hujjatlar zarur bo'ladi. Ko'p oilalarda qariyaning eski tahlillari, kardiogrammasi, shifokor xulosalari turli papkalarda ba'zan yo'qolgan bo'ladi. Keyin kasalxonaga borganda shifokor kasallik tarixini bilmaydi. Qaysi dori foyda bergan, qaysi zarar qilganini aniqlash qiyinlashadi. Bu esa vaqtni cho'zadi.
To'rtinchi nozik joy. Pullik va bepul xizmatlar. Ayrim tekshiruvlar davlat tartibida bepul bo'lishi mumkin. Ayrimlari navbat bilan, ayrimlari pullik bo'lishi mumkin. Bemor va qarindosh hammasi bepul bo'lishi shart deb o'ylasa ham amaldagi tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin har qanday holatda sizga tushuntirish berilishi kerak. Nima bepul, nima pullik? Nima uchun pullik? Qaysi hujjat bilan imtiyoz olish mumkin? Ayniqsa pensioner nogironligi bor shaxs ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zosi bo'lsa, imtiyoz masalasini albatta so'rang. 5-nozik joy, joy yo'q vaziyati. Haqiqatan ham bo'limda bo'sh o'rin bo'lmasligi mumkin. Lekin og'ir bemor uchun muqobil choralar bo'lishi kerak. Boshqa bo'lim, boshqa shifoxona, yuqori turuvchi muassasa, tez yordam orqali o'tkazish, vaqtincha kuzatuv, shoshilinch bo'limda barqarorlashtirish. Agar bemor xavfli holatda bo'lsa, joy yo'q degan javob bilan masala yopilib qolmasligi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oila ichida darhol bajariladigan tartibda tushuntiraman. Avvalo, uydagi yoshi katta odam uchun tibbiy papka tayyorlang. Bu papkada ayda karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki imtiyoz hujjatlari, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, oxirgi tahlillar, EKG, o'zi rentgen, shifokor xulosalari. Kasalxonadan chiqish epikrizlari bo'lsin. Alohida varaqda doimiy ichadigan dorilar ro'yxatini yozing. Nomi, dozasi, kuniga necha mahal, qachondan beri ichadi. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab, metformin 1 mg kuniga 2 mahal, aspirin 5 mg kechqurun kabi. Shuningdek, allergiya bo'lsa aniq yozing. Penitsilinga allergiya, analginga to'shma, yodli kontrastdan keyin bo'g'ilish bo'lgan kabi. Bu ma'lumot shifokor uchun juda muhim. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor bilan aloqani yo'lga qo'ying. Qariya faqat og'irlashganda emas, holati barqaror paytda ham ko'rikdan o'tishi kerak. Qon bosimi, qand, yurak, buyrak, ko'z, oyoq tomirlari, xotira, eshitish, yiqilish xavfi tekshirilib turishi kerak. Agar reja asosida kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, oilaviy shifokordan yo'llanma, kerakli tahlillar ro'yxati, mutaxassis xulosasini oling. Shunda kasalxona eshigida hujjat yetishmayapti degan muammo kamayadi. Uchinchi qadam, shoshilinch belgilar ro'yxatini oilangiz bilsin. Ko'krak og'rig'i, nafas qisishi, hushdan ketish, bir tomonlama falajlik, gap buzilishi, yuz qiyshayishi, kuchli qon ketish, qora najas yoki qon qusish, yuqori isitma bilan alahsirash, qandli diabetda hush buzilishi, yiqilgandan keyin yura olmaslik, kuchli bosh og'rig'i va qayt qilish, siydik chiqmay qolishi, lab ko'karish. Tirish bo'lsa kutmang, tez yordam chaqiring. Telefonda bemorning yoshini, asosiy kasalligini, hozirgi belgilarini aniq ayting. Yoshi katta, mazasi yo'q demang. 78 yosh, qon bosimi 2 million, chap qo'li ishlamayapti. Gapi chalkash deb ayting. Aniq ma'lumot tez yordam brigadasiga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. 4-qadam, kasalxonada og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizni qaytarsa, muloyim lekin qat'iy so'rang. Bemor ko'rikdan o'tdimi? Tashxis yoki taxminiy tashxis nima? Shoshilinch holat yo'qligi nimaga asoslanib aytilyapti? Bizga yozma tavsiya bering. Qaysi muassasaga borishimiz kerak? Yo'llanmani kim beradi? Agar ahvoli yomonlashsa, qayerga murojaat qilamiz? Bu savollar janjal uchun emas, bemorning xavfsizligi uchun. Shifokor ham aniq yozsa, keyingi bosqichda boshqa mutaxassis ishni tezroq tushunadi. 5-qadam. Rad etish noqonuniy yoki xavfli deb hisoblasangiz, murojaatni rasmiylashtiring. Muassasa rahbariyatiga, bosh shifokor qabulxonasiga, sog'liqni saqlash bo'yicha hududiy boshqarmaga murojaat qiling. Murojaatda hissiyotdan ko'ra fakt yozing. Bemorning yoshi, kasalligi, qachon borganingiz, kim ko'rgani, qanday belgi bo'lgani, nima javob berilgani, yozma xulosa berilmagani hozirgi holati. Masalan, onam 74 yoshda. Qandli diabet va gipertoniya bilan hisobda turadi. 12 mart kuni soat 10:30 da nafas qisishi va qon bosimi 200 ga 100 bilan murojaat qildik. Ko'rikdan keyin yotqizilmadi, yozma tavsiya berilmadi. Holat bo'yicha tushuntirish va zarur yordam ko'rsatishni so'rayman. Mana shunday yozuv aniq va tekshirishga qulay bo'ladi. 6-qadam, telefoningizda dalil to'plashni bilib qo'ying, lekin mojaroga aylantirmang. Siz vaqt, joy, kim bilan gaplashganingiz, qaysi bo'limga kirganingiz, qanday javob olganingizni yozib boring. Tibbiy xodimni haqorat qilish, baqirish, videoga olib tahdid qilish vaziyatni yomonlashtiradi. Ammo bemorning huquqi buzilayotgan bo'lsa, yozma murojaat, chaqiruv raqami, tez yordam varaqasi, tahlil natijalari, shifokor tavsiyasi juda muhim dalil bo'ladi. 7-qadam, qariyani yolg'iz yubormang.
Keksalar shifokor oldida hayajonlanadi, savol berishga uyaladi. Dorilar nomini unutadi, hammasi yaxshi deb qo'yadi. Yo'nida farzandi yoki yaqin qarindoshi bo'lsa, ma'lumotni to'liq aytadi, tavsiyani yozib oladi, hujjatni tekshiradi. Ayniqsa eshitishi past, xotirasi sust, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan odamlarni yolg'iz jo'natish to'g'ri emas. 8-qadam. Dori-darmon bilan o'zboshimchalik qilmang. Qariyalarda bir dorining foydasi bilan zarari orasidagi masofa juda yaqin bo'ladi. Masalan, og'riq qoldiruvchi dorilar buyrakka zarar qilishi, qon bosimini oshirishi, oshqozondan qon ketishiga olib kelishi mumkin. Qon suyultiruvchi dori ichadigan odam yiqilsa, ichki qon ketish xavfi oshadi. Qand dorisini ovqat yemay ichsa, qand tushib hushdan ketishi mumkin. Shuning uchun kasalxonaga yoki poliklinikaga borganda hamma dorilarni aniq ayting. Bir o'q tabletka ichadi degan javob shifokorga yordam bermaydi. 9-qadam. Reja asosidagi davolanishni oldindan tashkil qiling. Masalan, 73 yoshli bemorda katarakta bor, ko'zi xiralashgan. Bu shoshilinch bo'lmasligi mumkin, lekin ko'rish pasaygani uchun yiqilish xavfi oshadi. Oilasi keyin qilamiz deb yursa, bir kuni zinadan yiqilib so'ng suyagi sinishi mumkin. Yoki tish muammosi bor qariya ovqatni yaxshi chaynamaydi, ozadi qand nazorati buziladi. Demak, reja asosidagi davolanish ham hayot sifatini saqlash uchun zarur. Kasalxona navbati bilan desa, navbatga yoziling, hujjatni oling, sanani belgilang, yo'q bo'lib qolmang. 10-qadam. Qariya uchun uy sharoitini ham davolashning bir qismi deb biling. Kasalxona hammasini hal qilmaydi. Uyda qon bosim apparati, qand o'lchagich, termometr bo'lishi kerak. Dorilar alohida qutichada tartib bilan tursin. Pol sirpanchiq bo'lmasin, hammomda tutqich bo'lsin, kechasi yo'lakda chiroq yonsin. Ko'p yiqilishlar kasalxonada emas, uyda oldini olinadigan sabablar bilan bo'ladi. Qariya yiqilsa, keyingi davolanish juda og'ir va uzoq kechadi. Keling, bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 71 yoshli erkakda qon bosimi 1/100. Boshi og'riyapti, lekin qo'l oyog'i ishlayapti. Gapi joyida, ko'krak og'rig'i yo'q. Bu holatda shifokor bosimni tushirib, tekshiruv qilib, uyga tavsiya bilan yuborishi mumkin. Bu albatta kasalxonaga yotishi shart degani emas. Lekin agar bosim 220 ga 120 bo'lsa, ko'rishi xiralashsa, ko'krak og'risa, nafas qisib, hush chalkashsa, bu xavfli holat va jiddiy baholash kerak. Ikkinchi vaziyat, taqajo'ni yoshli ayolda 3 kundan beri isitma, yo'tal holsizlik bor. Yosh odam uyda ko'proq suyuqlik ichib, shifokor tavsiyasi bilan tuzalishi mumkin. Lekin yaqin yoshli odamda pnevmoniya tez og'irlashadi. Agar nafas soni ko'paysa, lablari ko'karsa, kislorod pasaysa, ovqat yemay qo'ysa, alahsirasa, kasalxonaga murojaat qilish kerak. Qariyalarda ba'zan isitma juda baland chiqmaydi, lekin kasallik og'ir bo'ladi. Shuning uchun faqat termometrga qarab xulosa qilmang. 3-vaziyat. Aytdim, 6 yoshli diabetli bemorning oyog'ida kichik yara paydo bo'ldi. Oila mayda yara deb yurdi. Bir haftadan keyin yara kattalashdi, atrof qizarib, yiringladi, qand oshdi. Diabetda oyoq yarasi juda jiddiy. Vaqtida ko'rilmasa, infeksiya chuqurlashadi. Hatto amputatsiya xavfi paydo bo'ladi. Bunday bemor jarroh, endokrinolog va zarur bo'lsa statsionar nazoratiga muhtoj bo'lishi mumkin. 4-vaziyat. Oltin takis yoshli ayol tizzasi og'rigani uchun shifoxonaga boradi. Unda shoshilinch belgi yo'q, yura oladi, isitma yo'q, jarohat yo'q. Uni reja asosida ortopedga, rentgenga, davolash kursiga yuborishlari mumkin. Bu rad etish emas, to'g'ri yo'naltirish bo'lishi mumkin. Ammo shifokor buni tushuntirmasa, odam meni qabul qilishmadi deb xafa bo'ladi. Shuning uchun siz savol bering va yozma tavsiya oling. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, qariyalarni davolamaydi degan gapni umumiy qoida sifatida qabul qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Yosh davolashdan bosh tortishga sabab emas. Shoshilinch holatda yordam ko'rsatilishi kerak. Reja asosidagi holatda esa yo'llanma, navbat, hujjat va aniq tartib talab qilinishi mumkin. Eng katta xato vahimaga tushish yoki aksincha o'tib ketadi deb kutishdir. Men sizdan so'rayman, uyingizdagi yosh katta insonlarning hujjatlarini bugunoq tartibga keltiring. Dorilar ro'yxatini yozing. Shoshilinch belgilarni oila a'zolariga tushuntiring. Kasalxonada esa og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma tavsiya so'rang. Agar haqiqatan ham bemor xavfli holatda bo'lsa, qat'iy harakat qiling. Tez yordam chaqiring, rasmiy murojaat qiling va bemorni yolg'iz tashlab qo'ymang. Sizning hududingizda kasalxonaga yotish tartibi qanday? Qariyalar bilan bog'liq shunday muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing,
Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir kuni sizning oilangizda kimningdir sog'lig'ini, hatto hayotini saqlab qolishi mumkin.